Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa yangiliklar, chempionlarimiz Gallan do'konimizga tashrif buyurmoqda. Videoni ko'rishni davom eting. Zo'r bo'lsin, yengil bo'lsin, baquvvat bo'lsin, ixcham bo'lsin, rangi udor bo'lsin, kilometri zo'r yursin, zaryad tugamasin, tormozlari baquvvat bo'lsin, akkumulyatorlar yangi bo'lsin, tintli bo'lsin, zarfli kamerali bo'lsin, magnitofoni bo'lsin deganlarga eng zo'rini olib kelib qo'yibmiz. Samajon aka yaqinroq olaverasiz, juda ham seryozni obzor bo'ladi Xudo xolasa. Ranglari maloshni hisoblanadi. Ajoyib va baquvvat shinam qilib ishlangan. Oldi o'rindiqqa bitta semiz odam joylashaveradi, orqasi 2 kishi. Orqasiga joylashganda ham akalar panagina mana. Bemalol yonboshlar to'silgan. Mana bu yerda qo'l bilan ushlaydiganlarga nima deyapti? Umuman gap so'z yo'q akalar. Xudo xolasa ma'lumotini tanishtirib o'tiramiz. Buning ma'lumoti 32 lik akkumulyatordan 6 ta joylashgan. Bitta zaryad bilan bemalol 50-60 km masofani bosib o'ta oladi. Undan tashqari yangilikning bombasi, xullas kalom gapirsak qancha maqtasak arzigulik skuter bo'ladiganda eng maqtadigan tomonlari akalar. Mana bu yerda quyosh paneli bor ekan. Quyosh paneli hozir yetib kelgan yo'q, lekin hamma zapchasi yetib kelgan. Uzog'i 1 oy 2 oyda quyosh panellari yetib keladi va quyosh batareya dedim aka buni. Quyosh batareyadan zaryad akkumulyator zaryad tugagandan quyosh batareyadan to'kib olib bemalol harakatlanadigan. Vaqti zo'r ekan aka. Xudo xolasa sotilyapti. Aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Mana o'sha aytganimiz tenti, mana bu yerda 32 lik akkumulyatordan 6 tasi hali qo'yilmagan. O'sha svejiy holatda, pachcha holatda turibdi. Ko'zlarini oldilarida qo'yib bo'ladi. 32 lik Xitoyda zavodskiy original akkumulyator bu tenti. Balon razmerlari orqasi 375 ga 10, oldi esa 350 ga 10 hisoblanadi. Juda ham ulkan va baquvvat balonlar, toshli, tog'li yo'llarda ham bemalol yuradigan, shinamgina, mazzagina, baquvvatgina 3 balonli skuterimiz. Nomi mana bu yerga yozib qo'ygan HY. Modelning nomi HY akalar. Telefon nomeri telefon qilib HY modellarini bormi desanglar, siz aloqaga chiqib, albatta bor deb siz yig'ib beriladi. Oldi faralari va shinam qilib ishlangan. Mana avarenka, pоворот, mana lupali chiroqlar. Bu ta gap yo'q aka, BYDlar ham dam Xudo xolasa. O'zi rangini o'ziga, akkumulyatoriga bitta like, quyosh paneliga bitta like bosib qo'yasizlar akalar. Undan tashqari yana bir ajoyib funksiyasi bor. Bunaqasini ko'rmagansiz, to'shni bilaman. Mana dvornikni qarang, dvornik bo'ladi aka, elektron hammasida joylashgan. Hozir bir tonna kabinada ham qolgan 3 bo'lonli g'ildiraklar hammasi dvornik qo'yilgan, lekin suv sepadigan yo'q edi. Bunda suv sepadigan bor mana aka, qarang. Mana bu yerda mana suv kuyib qo'yiladi. Mana bu yerdan pis suv desa, yomg'ir muz tozalab yurilaverar ekan aka. Bunisiga gap yo'qmi? Xullas aka, undan tashqari mana bu zarfni kamerasini bitta ko'ring aka. Mana zarfni kamerasi juda ham tiniq, cho'tki qilib olib beradi. Va yana bitta tomoni mana bular qarang aka, mana buni ko'rsatyapsiz mana. Bu tomonida ham. Nima deb o'ylaysiz aka shuni? Oddiy fason shu. Yo'q, hali elektromobillarda aka, yangi zamonaviy mashinalarda ham orqa yursa, narsa yaqinlashgan sari tuttilaveradi, signalizatsiya. O'sha narsa ekan aka. Datchik deydimi? O'sha datchiklargacha qarang aka. O'taga faralariga umuman gap so'zi, qimmat mashinaga buni qo'yilgan yo'q hali. Faralar, orqa dugalar, mana Brentuzga gap yo'q aka. Mashinaga bitta like. Xudo xolasa azizlar, mana shunday baquvvat, tez yuradigan akkumulyatorlar, ishonarli, tepasida zamonaviy quyosh panellari ham bo'lsin, o'sha zarfli kameralari bo'lsin, orqasida bunaqa datchiklari bo'lsin deganlar, bir aloqaga chiqasizlar va undan like, kommentariyada banglatga yozib qo'yasizlar. Orqada o'tirgandan so'ng mana bu yerda, mana bu yerda o'sha bo'ladi Samajon aka. Ki mana bu yerni bitta olasizmi aka, mana qarang. Mana qarang, o'sha olgan zo'rda, fshi ajoyib ishlangan. Baquvvatligi shundoq bo'linib turibdi Samajon aka. Baquvvatligi mana bu yerda sifat zo'r. Xudo xolasa mana bu yerga mana akalar ochib ko'rsatamiz. Mana mijalari hamma montajlar juda ham chiroyli bo'lgan. Akkumulyatorlar shu yerga qo'yib, akkuratlik qilib joylab beriladi. Mana ma'lumotlari, qachon chiqqani, hamma miya, motor, hammasi mana texpasportga yozilgan akalar. Samajon aka, endi aka, buni mingandan keyin mana bu ikkita cho'ntakchasi,
va salafanchasi bo'lsa, mana bu yerga ilib olgani, ilgaklari ham bor. Undan tashqari yo'l uzoqqa qatnayman, quyosh paneli bor ekan, zo'r ekan, lekin zerikib qolaman deganlar aka, magnitofonlarigacha bor. Bemalol qo'shiqni qo'yib, xohlagan qo'shig'ini eshitib, mazza qilib manzilga yetib olish mumkin. Xohlasa mana Qo'qondan Toshkentga qatnasin, xohlasa Toshkentdan Xorazmga qatnasin 1100 kilometr. Farqi yo'q, bu chida beradi. Xullas aka, rushnotorimiz bor, bu bir. Mana bu yerda aka. Ha endi oyoq torimiz bor 2. Hemen o'ng oyog'im bolam sal endi qarichilik qursin, tormizda bosilmay qolamiz deydigan otaxon, onaxonlarimizga mana bunday qo'l tormizlari ham jihozlangan. Arqa tormiz va oldi tormiz qismlari, oldi tormizni jitqisnoy bo'lib ishlangan. Mana shu qulayliklari juda ham original qilib ishlangan va teyda hadavoylari juda ham zo'r, yumshoqqina qilib ishlangan. Oldi keng, qorni bor otaxonlarimiz ham bemalol foydalanaveradi aka. Tepalari mana ashibga qilingan, qish kunida issiq, yozgi kunda esa salqinlikni ta'minlab beradigan. Bakavoylari pastga yo tepaga enkayib qolmagan, o'zi uchun juda ham o'rnashgan va arqani bemalol ko'rsatgan bakavoylar bilan jihozlangan. Mana bu yerda USB qo'ygan joylari bor. Xohlasa chip qo'ysin, xohlasa telefonni mana shu yerdan zaryad qilsin aka klientlarimiz. Bemalol hamma ish qilsa bo'ladi. Mana shunday mahsulotlar, originallari, toza xitoylar kerak bo'lsa, Ganlan do'konimizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Pastda nomerlarni yozib qoldiramiz. Qo'shib bergan narsamiz aytdik yana bir bor. Yoniga tentovka sizlar uchun va o'zining original zaryadniki ham sizlar uchun qo'shib beriladi. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bundan tashqari skuterlarimiz juda ham ko'p. Buni arzonroq varianti ham bor, bundan qimmatroq varianti ham bor. Eng zo'r variantlari mana shu bo'ladi. 1 tonnalik kerak bo'lgan, 500 kg kerak bo'lgan bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Velosipeddan tortib Detskiga o'ncha hammasi assortiment birinchi qo'l bilan xarid qilishingiz mumkin Ganlan do'konidan. Assortimentimiz juda ham ulkan. YouTube tarmog'ida hammasini qo'yib borganmiz va bundan keyin ham qo'yib boramiz. Va bundan boshqa uch bo'limli yangiliklarimiz ham juda ham serob. Hammalarni kutib qolamiz Ganlan do'konimiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammasini navbat bilan birma-bir qo'yib boramiz. Hammalar sog' bo'lasizlar akalar.